Sizlar bilan YouTube kanalida Azima Nazokan. Bugungi somsamga marhamat. Marhamat qilib yeb oling. Boricha gapiraman, boricha aytaman. Chunki somsam bugun jat chiroyli chiqmasa ham, lekin mazasi juda yaxshi. Keling yeb ko'ring, tatib ko'ring va baho bering. Juda ham mazali somsa. Agar zakazga desangiz, umuman boshqacha qilib tugib, umuman boshqacha qilib beraman. Men rostdan aytyapman, haqiqatdan ham zakaz ham tayyorlayman. Somsaga zakazga ham somsa qilib beraman, lekin umuman boshqacha bo'ladi va umuman haqiqatdan zakazga qatlama somsa qilaman. Faqat qatlama somsani zakazga tayyorlayman. Bu xamirim ham juda yaxshi og'izda eriydigan mayin va juda ham mazali somsa. Keling tatib ko'ring va siz ham baho bering men tayyorlagan somsalarimga. Hozircha esa xayr, sizlar bilan YouTube kanalida Azima Nazokat edi. Yana ko'rishguncha. Xudo xohlasa sizlar bilan yana sahnalarda ko'rishamiz. Xayr, salomat bo'ling.